Hayotda eng muhim bo'lgan narsalardan biri halol mehnat. Sabab siz mehnat qilasiz, u mehnatdan ota-onangizga, farzandlaringizga, oila a'zolaringizga yedirasiz. Unga siz javobgarsiz. O'shanga halolidan bersin deyiladi, halol topib ularga yegiziladi. Biz mana shu yerda rahbar bo'lib, mana shu tashkilotni boshqarib turgan bo'lsak, biz qo'l ostimizdagi mana shu yerdan boshlab eng oxirgi tubdagi oddiy quruvchi, beton quyib turgan xodimimizga mas'ulmiz. Har bittasiga javobgar. E'tiborimiz shuki, hech kim nazardan qolmasin. O'shanga har kuni qurilishga boraman, har kuni xabar olaman, qurilish jarayonlari qalay ketyapti, har bitta ishchi xodim bilan gaplashishga harakat qilaman, dardini eshitishga harakat qilaman. O'shanga bu yerda ham har bir fuqaro bilan o'zim gaplashaman. Kelib so'rasa gaplashaveraman, chaqirsa tushaveraman, chiqaveraman, gaplashaveraman. Sabab maslahat qilish kerak, imkon qadar yechish kerak o'sha masala. Siz o'sha masalani to'g'ri yecha bildingiz, siz o'sha oldingizga qo'ygan maqsad sari intilib to'g'ri ketyapti turgan maqsad bo'ladi hamisha. Shuning uchun xalqning ichiga kirish kerak, xalq fikri bilan yashashingiz kerak. Yo'q, faqat kabinetda o'tiraman, chatdan turib boshqaraman, siz boshqara olmaysiz. Ichkariga kirib ular nima xohlayapti turganligini bilishingiz kerak. O'sha siz xohlayapti turgan ularni xalqning ichidagi fikrini eshitib, xalqning muammosini eshitsangizgina, eshitib bilsangizgina, keyin bu tomonga chiqib bu masalalarni yechasiz.